Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен базар хабар. Бүгін 18 январ. Жалалабад суббота күнгі бұл отырған мал базар. Реалды балалар туғандары. Чайқаушылардың алдабай тұрған бұл жерде шыны айтыла тұрған сценаларын біліп береміз. Біз менен бұл бір-бірден шул видеоға лайкты басыңыздар, баспай тұрасыздар. Каналға олса подписаться қылабыз. Ана мал, қой, жылқы базарлар тартылған реклама мал қой бойынша номер тұрады, қайырлы өріңіздер. Бұқалар сұрайды. Аға, бұқалар қаншадан болып қалушылар? Аға. Бекөу? Бюро, нарт. Қызылы 218 мың сом болып тұр. Ноларын сұрайыз, туғандар. Қаншадан болды, аға? 100 мың сомдан болып тұр, бұқалар. Туғандар. YouTube'a gelir, Bazar Haber degan YouTube kanalga. Uylar, boz o'xshaydi. Aka qancha bo'ldi? Bozmi? Aka, aqchasi 90. Yaqin boz ekan, 90 ming so'm bo'ldi tumanlar. Buni so'raysiz ham. Havo qancha bo'ldi? 87 dey. 80 deydi tuğanlar. Janagın. Şunda da tuğan menet bu жерде. Hava qancha oldu? 74 ming so'm. Tuğan qancha oldu Qunajin? Qanchadan bo'lib qoldi Kamalda? 80-81 ming so'm bo'libdir. Bazar Haber degan kanalga. Qancha oldu buqa? 80 ming so'm bo'ldi tuğan. 80 ming so'm deydi tuğanlar. Жылқы базарларда chiqqan, mal bozor, qo'y bozor kelib ko'raverasizlar. Kanalga подписаться olsangiz, al videolarda chiqib turadi tuğanlar. Qancha oldu va? Bilmaydi ekan. Qancha bo'lib qoldi aka shu? 91 ekan. 91 bo'lib turibdi, hozir qo'yib tuğanlar. Qancha oldi buqa? 54 ming ekan tuğanlar hozirgi. Jengiz. Bağlari qanday tuğanlar? Bir jazabız. Qancha oldu tuğan? Bir aytib qo'y. 66 ekan. Tuğan qancha oldu bu? 80. Bu 80 bo'libdi. Mana 66. Bu esa 124 ming so'm bo'libdi uy. Uspet etish qiyin ona. Qancha oldi Qunajin aka? Shunday aytmay ketadi. Qancha oldi ukam? 97 ming so'm bo'z ekan. Sizlarga qancha bo'ldi aka? 79 dan bo'libdi. Mana eki qo'yib. O'ylar so'raysiz. Buqa qancha oldi tuğan? 97.500 so'm deydi. Qancha oldi aka o'y? Yana bola. 110 ming so'm bo'libdi shular. Azna portiya chipga satamiz. Like'larni bosamiz, reklamalar bo'yicha tuğanlar nomerlar turadi. Qayrilsangizlar bo'ladi. Xabar desang chiqadi YouTube'dan. So'rashlar, ne desang chiqadi deb. Qancha oldi aka shu? 36 ming so'm bo'libdi. Baylanbas urg'ach. Sizlerden so'raymiz. Shul yerdan tuğanlar chiqib kelib jatadi. Oldin kelsinlar. Hava qancha oldi? 86,5 ming. 86,5 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi buqa? 80 ming so'm bo'libdir bu. Narxi 86,5 ming so'm. Shul yerda turadi o'xshaysiz. Qancha oldi aka buqa? Bozor Haber uka. Aka 81 ming so'm bo'libdi. Buni bilmadim biroq. Qancha oldi tuğan?
63 oldu. Bu 75 oldu. Bu nargı 63, bu bolsa 75 boluptur. Ova ukam. Like'ты басасыңар да. Канча болду ака торпок? 30 миң сомдон ургаш торпок. Ова. Канчадан болду туган şu керефоттор? Qaysi kanal aka? Bozor xabar. Pробка bo'lib ketdi o'zi. Bozor xabar uka. Qani? 114 ming so'm bo'libdir bolasini. Negizlar Jalovatda tartish o'ta qiyin to'g'anda. Muhasir. Bugün yetin mi? Bugün. Porterler müşahit verip oldu to'g'anlar. Qancha oldu aka buqa? Qancha oldu to'g'an? 73 ming so'm bo'libdir shul buqa. Shulardan ko'ra to'g'anlar Gerofartorda olgan жақсы deyim. Videoda ko'rsangizdar bo'ladi mol bozor. Qancha oldu aka buqa? Bilmaydi ekan. Bunday porterler müşahit verip oldu. Öz bazar tar. Sağını. Qancha oldu aka? 107 değil. 107 ming so'm bo'libdi. Bunday to'g'anlar. Real do'balar.